bizda Windows operatsion sistemasi mana o'rnatildi. Videoning hajmi katta bo'lib ketganligi uchun videoni ikki qismdan iborat qilib qo'ydim. Mana ko'rishimiz mumkin. Hammasi ishlayapti. Mana 32 GB joy ajratganmiz. Recycle hamma dasturlar mana games mana bizchun kichkinaligimizda mashhur bo'lgan o'yinlarimiz mana minus nimalarni kimlardir eslatadi. Mana soatimiz ham 8:25. Hamma narsasi ishlamoqda. Mana zaryadimiz to'la. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.